Qarang, shundoq uyingizni eshigini ochib olsa, xonadoningizga kirib olasiz. Mana shunaqa katta koridorli, ikki xonali, hamma eshiklari alohida bo'lgan xonadonga kirib, mazza qilib yashashga nima deysizlar? Uchtepa tumani O'rikzor Residence 16 etajli novostroykamizning 9-etajdan mana shunaqa Euro remont mebel texnikadagi xonadonimizni sotuvimizga chiqyapti. Xonadonimizni bitta ko'rib o'ting. Agarda narxi ma'qul kelsa, bemalol telefon qilib baraka qilsangiz bo'ladi, hamda kommentariyada o'z fikrlaringizni yozib qoldiring. Kirib kelaverishda bu yog'imizda chiroyli prixojniy mebellarimiz joylashtirib qo'yilgan hojatxonasi, oshxonasi, spalnisi hamda mehmonxona qismi joylashgan. Birinchi mehmonxonadan boshlab kvartiramizni ko'rib chiqamiz. Qarang, mehmonxonamizga kirdik. Mehmonxonani kattaligi juda ham zo'r, bemalol mehmonlarni kutib olsangiz bo'ladi. Bu yog'imizda miyaqki divanli zonamiz hamda jurnalning stollari joylashgan. Shu yerda bemalol dam olib, konditsionerning tagida televizor tomosha qilsanglar bo'ladi. Televizorning zonamizda ham chiroyli dekoratsiyalar qilib qo'yilgan, yangicha dizaynda mana shunaqa zo'r remontdan chiqqan 56 kvadratli Euro remont mebel texnikali kvartiramizni sotuvda. Kiyim-kechingizni olib kelasiz, bemalol ko'chib o'tib, mazza qilib oilangiz bilan yashasangiz bo'ladi. Investitsiyaga ham zo'r variant lekin. Xo'p, bu yog'imizni master spalnyamiz. Spalnya xonamizda ham mana bu bratimiz o'tiribdi, xudo xolasa investitsiya qilaman, arendaga qo'yaman desanglar, mana shu Azim akamiz chotki narxda arendaga qo'yib beradi mana shu xonadonimizni. Xo'p, spalnyani bitta ko'rib chiqamiz. O'zini kattagina shkaflari, bu yog'ida dux spalnyasi joylashgan. Ayollarimiz bo'yanib yasanish uchun trimolari hamda chiroyli lyustrali, pardali, bu yog'ida televizorlari ham qilib qo'yilgan. Ushbu xonadonimizda umumiy ikkita televizorimiz bo'lyapti. Hop, endi sizlar bilan birgalikda ayollarimizni sevuvchi, yaxshi ko'ruvchi hamda har kuni nima desa bo'ladi, bir kunda 24 soat bo'lsa, ko'pgina vaqtni o'tadigan joy oshxonani ko'rib o'tamiz. Oshxonaning sharoitiga bitta ahamiyat bering. Mana bunaqa 2 etajli kuxonniy mebel, oxirigacha ketgan kir yuvish mashinasi, bu yoqda posudomoyka, gaz plitasi, vichkasi, dux konturli kotyoli joylashgan. Oilangiz bilan ovqatlanish uchun 4 talik stullari ham qilib qo'yilgan. Hamda oshxonani o'zini bu yoqda balkoni bor. Qaranglar, O'rikzor Residence 16 etajli novostroyka. Pastida parkovka uchun joylari bor. Bu yerda probka bo'lib ketadigan joy emas, chunki bu zakritый dvor hisoblanadi. Balkonida ham bemalol chiqib, choy, kofe ichib tursanglar bo'ladi. Bu yoqda o'zini xolodilnikka joylashgan. Juda ham zo'r xonadon. Hozirgi paytda yaxshi sotilayotgan joylardan bittasi. Vannasi, stena polniy kafel, bu yoqda qo'l yuvish rakinasi, vannasi hamda hojatxonasi joylashgan. Aytib o'tdik, O'rikzor Residence 16 etajli novostroyka. Ushbu xonadonimiz 9-etajda joylashgan. 56 metr kvadrat Euro remont mebel texnika. Investitsiyaga olaman desangiz, ushbu xonadonni $600 ga arendaga bemalol smelo qo'yib qo'ysangiz bo'ladi. Xonadonimizning narxiga to'xtalsak, ushbu xonadonimizga $68,500 narx so'rovimiz, ozgina kelishtirib beriladigan joylari bor. Agarda xonadonimiz sizga ma'qul kelsa, xarid qilib olaman, oilam bilan yashayman yoki investitsiya qilaman, arendaga berib qo'yaman desangiz, bemalol telefon qilib savdolashsangiz bo'ladi. Olib kelib ko'rsaman, xudo xolasa o'zimizning nomimizda chiroyli narxlarda chiroyli qilib beramiz. Narxi $68,500, savdosi bor. Telefon qiling, gaplashamiz.